butun O'rta Osiyo xalqlarimiz yig'ilib mahsulotlarimizni arzon holda katta daromadlar qilsakda, ma'lum bir bosqichga dunyo bozorida o'z joyimizni egallasak. Qani, oddiy o'zimizni sepma usulda emas, o'sha toshni pasiv deydi, o'sha to'g'ridan-to'g'ri dalaga pnevmatik syalkalar yordamida yig'ilgan vaqtda e'tibor bering. Hosillar yig'ilgan vaqtda juda ham katta xarajat bizda nimaga ketadi? Piyozni ustidan sochma qilib beriladi, vaholanki piyozga umuman unday qilib berish mumkin emas aslida o'zi. Bu alohida. Bu usul ko'chat uslubi ham emas. Bu oddiy uslublarda sepiladigan sepma uslubi ham emas. Dunyoda eng yuqori, ya'ni mablag' olib keluvchi, bizda asosan eng katta muammomiz bo'lgan qo'l mehnati, ya'ni o'sha qo'l mehnatida foydalanadigan ishchilarga to'lanadigan pullar. Yani biz o'zimiz ham ko'rganmiz, Gollandiya mamlakatida 250 gektar atrofidagi butun boshli maydonda 3 kishi yetishtiruvchilarimiz bizni gaplarimizga quloq solmayapti. Gollandiyani misol qilib keltiryapmiz, video, rasmlarni ko'rsatamiz. Bu yoqda bo'lgan, bizda uni hech kim qilmagan, kelib ko'rsatib beriladi. Savollar bo'lsa, savollarni yozinglar, so'ranglar. Kanalga podpiska bo'lmasdan 90% odam ko'rayotgan ekan.